Bu Buxoro amirligining so'nggi hukmdori Amir Olimxon aks etgan noyob kadrlar. Mang'itlar sulolasidan bo'lgan amirning hukmronlik yillari ayni siyosiy vaziyat keskinlashgan davrga to'g'ri kelgan. Ya'ni bir tomondan bolsheviklar Buxoro amirligini Sovet Rossiyasiga qo'shib olish uchun harbiy harakatlar boshlagan, ikkinchi tarafdan esa jadidlar harakati hali ham o'rta asrlar an'anasi bilan yashab kelayotgan monarxiya tuzumini tugatishni istardi. 1920-yilga kelib esa Qizil armiya Buxoro amirligiga qarshi maxsus operatsiyalarni boshlaydi va shu yilning avgust-sentyabr oylarida harbiy hujumlar uyushtiradi. Dushman kuchlari esa asta-sekin ustun kelishni boshlagach, Amir Olimxon mamlakatni tashlab Afg'onistonga ketishga majbur bo'ladi. Ben rahmetli dadam Amir Said Olimshoxon. O'sha jangda Buxoroda 5000 kishi shahid bo'ldi. Shu sababli ham bobom, ya'ni Said Olimxon davlatni tashlab ketishni xohlamagan. Lekin uning yonidagi qo'mondonlari, sarkarda va jangchilari unga bu yerdan ketishini, agar amir o'lsa Buxoro ham yo'q bo'lishini aytib, davlatdan chiqarib yuborishgan. Shu o'rinda bir jihatga alohida to'xtalmoqchiman. Ko'pchilik o'ylaydiki, Said Olimxon xazinadagi barcha oltinlarni olib ketgan deb. Yo'q, unday emas. Bobom o'zini hech kim tanimasligi uchun eski juldur kiyim kiyib, bor yo'g'i bitta sandiq bilan arkdan chiqqan. Sandiq ichida esa uning amir ekanligini tasdiqlovchi toji va qimmatli buyumlari bo'lgan xolos. Endi bir o'ylab ko'ring. Bolsheviklarning harbiy samolyotlari osmondan uchib yurgan, hamma yerda Qizil armiya askarlari izg'iyotgan bir paytda Said Olimxon qanday qilib oltinlarini olib chiqib ketishi mumkin? Bobom shu ketishda Tojikistonga yetib boradi va o'sha yerdan turib lashkarboshisi Ibrohim Laqay bilan birga bosmachilarga qarshi yana 7 oy jang qiladi. Muttasil urushlar Amir Olimxonni moddiy tomondan ancha qiyin ahvolga solib qo'ygandi deya so'zda davom etdi uning nabirasi Said Himoyatulloh Altay. Uning qo'shimcha qilishicha, bobosi Tojikistonda pulsiz va qurol-yaroqsiz qolgach, Afg'onistonning o'sha davrdagi sultoni Omonullohxon Amir Olimxonga yordam taklif qiladi va uni mamlakatiga chaqiradi. Shu bilan amir umrining so'ngiga qadar Afg'onistonda qoladi. Negaki unga bolsheviklar mamlakatdan chiqish uchun qat'iy taqiq qo'ygandi. Shunday qilib Buxoro amirligining so'nggi hukmdori 10 yil umrini Kobulda, faqirlikda va yo'qsillikda o'tkazadi. Yani orada artık parası yoktu, hastalandı. Puli yo'q edi, xastalanib yotib qoldi. Hattoki Buxoro sog'inchidan yig'layverib ko'zlari ko'r bo'lib qolgandi. Har kuni vatani haqida xotiralar yozgan. Amir Olimxonning Buxoro amirligini tiklash uchun qilgan harakatlari bekor ketdi. U 1944-yilda Afg'onistonning Kobul shahrida hayotdan ko'z yumdi. Marhum amirning qalbini vatan sog'inchi hech qachon tark etmaganidek, bu tuyg'u uning avlodlari yuragida ham hamon yashamoqda. Buxoro bizim canımız, Buxoro bizim vatanımız. Buxoro bizning jonimiz, Buxoro bizning vatanimiz. Bekorga Buxoroyi sharif deyishmaydi. Bu yer muqaddasdir. Baribir bizning qonimiz tortadi shu yerga. Bilasizmi, bu mening Buxoroga ikkinchi marta kelishim, lekin shunga qaramay men o'zimni Turkiyada begonadek his qilishni boshladim. Türkiye'de kendimi yabancı hissetmeye başladım. Aslida bu yerga kelishimning yana bir muhim sababi bor, deydi Buxoro amirining zurriyodi. Uning so'zlariga ko'ra, bugun Amir Olimxonning 4 farzandi hayotda va ularning qo'lida qimmatli tarixiy hujjat bor. Ya'ni Buxoroning so'nggi hukmdori tomonidan yozilgan vasiyatnoma. Rahmetli dadamızın bir vasiyeti var. Rahmatli bobom vasiyatida shunday yozgan: "Mening qabrimni vatanimga ko'chiring" degan. Biz bu borada O'zbekiston hukumatiga 2 marta rasmiy tarzda murojaat qilganmiz. Agar O'zbekiston ruxsat bersa, Afg'oniston hukumatining qabrini ko'chirish uchun hech qanday qarshiligi yo'q. Biz ular bilan gaplashib bo'lganmiz. Yana bir narsani aytmoqchimanki, bobom hech qachon Buxoroga xiyonat qilmagan. Hatto dunyo banklariga qo'ygan hisobsiz omonatlaridan bir kun kelib begonalar foydalanmasligi uchun o'z vasiyatida bu buxoroliklarning haqqidir deb yozgan. Agar qabr Buxoroga ko'chirilsa, banklardagi ana shu omonatlarni olish uchun O'zbekiston xalqida rasmiy imkoniyat paydo bo'ladi. O zaman daha resmileşir. Said Himoyatullohning so'zlariga ko'ra, amirning avlodlari bobosining xotirasi o'z vatanida abadiylashtirilsa va yetarlicha hurmatga ega bo'lsa, ular uchun shu yetarli. Afganistan'da Bobom Afg'onistonda kasal bo'lganda ham
ham, faqirlikda qolganda ham o'sha banklarga qo'ygan omonatlarni biror qismini olib o'zi uchun ishlatmadi. Mening bibijonim afg'on ayollari uchun qo'lda ko'ylaklar tikib kun ko'rgan. Mening yagona istagim bobomning qabrini vatanga qaytarish. Uning qancha boyligi bo'lsa, bizga bir tiyin ham kerak emas. Hammasi o'zbek xalqiniki. Tek istediğimiz bu. Başka bir şey yok.